Samarqand perivalida nima gaplar, nimalar tang'illayapti mana do'stlar. Yo'llar nima bo'lyapti, manzarani qarang do'stlar. Xudo xolasa bizni Samarqand perivalchasidan tushyapmiz do'stlar. Samarqand perivalda yurgan akalarimiz bo'lsa bitta like qo'yib, dirsatib qo'yinglar qaranglar manzarani. Bahorda bu joyga kelsalar bori ulab olasizlar do'stlar. Lola, qizg'al lola shunaqa ham chiroyli bo'ladi. Shunaqa ham zo'r bo'ladi. Mana o'z ormonlarni gapirishi zarqmidi hozir. Kim qo'ygan shu dalaga skaytni o'chirmay qo'yar endi tursin hozir. Videodan ko'ra ishtiroq narx qimmatroq tushmasa mana. Qurtoplar sochishyapti do'stlar mana. Qurtoplar, asallar do'stlar. Zo'r narsa. Biz ham mana sekin ketyapmiz. Sekin mana Samarqand, Sharif qayerdasan? Go'zalim deb sekin ketyapmiz do'stlar. Sizlardan bitta like patdeshga setda yurganlar bo'lsa, xudo xohlasa Samarqandli bo'lsa, qiziqarli kontent bo'lish uchun prosta yo'lni syomka qilib ketyapmiz. Sizlarga endi shu kanalimiz ham rivojlanishiga sizlar o'z hissalaringizni qo'shsalaring do'stlar. Yana qanaqa kontentlar video qilaylik, nimalar sizlarga qiziq videoga обязательно kommentariy yozib qoldirsangiz, xudo xohlasa sizlar uchun zo'r yorvorishing kontentlar qo'yib do'stlar, qiziqarli nimalar qilib beramiz xudo xohlasa do'stlar. Mana ko'ringlar go'zalligini. Oh, bi manzaralarim. Mana bu tomonlarda o'yta kimdir qo'ylab boqyapti ekan. Molmi qo'ymi bilmayman. Bular pasporti bormi ish qilib. Shunaqa do'stlar. Biz mana Shohru, men, polniy jamoa bilan syomkalarga ketyapmiz. Bitta akamiz nimasi bor edi. Iltimos qildi o'zi. Samarqand tomonga eng kami $500 dan tepasiga kelamiz. $300 ga syomka qilgan kelyapmiz. Iltimos qilganda akamiz qadrdon akamiz. Mana metan. Men hayronmanman. Mana shu metan qayerdan kelgan deysizlarda. Bu ham metan, bu ham zapravka. Cho'l o'rtasida biz. Gazni qayerdan olib kelishgan deysizlar. Ishna. Mana Perival tog'laridan o'tyapmiz. Akani orqasi ochilib qolibdi. Aka orqasiga o'qib biz videomizni ko'rgan bo'lsangiz. Bular tushib qolmasin. Perival havo уже сразу bilinyapti do'stlar. Energetический nima? Mashinalar sekin fura chakalarimiz harakat qilyapti. Panjolari sog' bo'lsin. Eson-omon ota-onasini, farzandlarini bariga yetib borsin. Bu oson ish emas do'stlar, fura minish. Mon qilgan bu tomonda. Manzara. Просто ko'rib rohatlanishga do'stlar. Mana men bitta savolda do'stlar, mana shu to'kti kabellari bor mana, qaranglar. Uchtadan olib ketishyapti. Shu hammasini bitta qilib bittada olib ketsa olmaydimi? To'rtta stol bo'lib o'rmansa. Nima deb o'ylaysizlar, ha? Yo bittasi aqa ketyapti, bittasi nima deydi? Bittasi u yoqqa ketayotgan bo'lsa, bittasi bu yoqqa ketyapti lekin. Hammasini bitta qilib, naryoqda ham stol bor, orqasida ham stol bor. Stolban orqasida stol bor, stolbachilar stol bor. Oliy navli manzara shu bo'lsa kerak. Bahorda shishkat bo'lsa kerak, evet. Kamera ortdan 70 ga tezlikni pasaytiring. Mana Go'zali Sharif G'allorolga xudo xolasa sekin kirib boryapmiz. Shikka bilan radar ham ko'p bo'lganlarga ma'la desak, tez yurmasin. Tez tushib ketmasin deb akalarimiz radarlar qo'yib qo'yishdi. Ortdan
borib berish tepalarga. Mana qaranglar, hamma yoq elektr kabellar. Mana do'stlar, Alitex, Prokap, yani nimadirlar reklamasi bor ekan. Mana bu mashinaga o'rtada bir sakraganda pauza bo'lib qolgan ekan. Postga keldi. Postda endi videoda o'chirib turaylik, pauza qilaylik. Mana postdan men salomat bo'ling. Sovutilgan gaz. Qilib G'allaorol territoriyasiga kirdik. Baxmal territoriyasiga kirdik. Ha? Jizzax Baxmalni oldimmi yo Baxmal Jizzaxdan keyinmi? Sen ham bilmas ekansan. Antalya'da abonentlar teşkil ediyor. Kamera on. Video artı bir esnaf mesela.